ishtirokchilari. Bugun men sizlarga tushuntirib beradigan asosiy masalamiz Prezidentimizning 210-qarori bilan mustahkamlangan kredit dasturimiz bo'ladi. Ushbu kredit dasturimiz tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlash asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu kreditimiz doirasida bugungi kunda ushbu produktimiz 2026-28-yillarda o'ziga qamrab oladi. Ushbu produktimiz faoliyati buni asosiy maqsadlaridan biri bugungi kunda yosh tadbirkorlarni qamrab olish, ularni o'zlarining ichidagi salohiyatlarini chiqarish va bugungi kunda ishsiz bo'lib yurgan yoshlarni ish bilan man qilish. Ushbu loyihamiz yo'nalishida 300 mingdan oshiq yoshlar qamrab olinishi kerak va bundan 100 mingga yaqini qo'shimcha ish o'rinlari yaratib berish kerak. Bugungi kunda Aloqa bank ushbu yoshlar qo'llab-quvvatlash krediti bo'yicha tayanch bank sifatida tanlab olingan bo'lib, asosiy yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish bizning asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Bu bo'yicha biz bugungi kunda oldingi qarorimiz bo'yicha Prezidentimiz 62-qarori bo'yicha maksimal jismoniy shaxslarga 100 million ajratadigan bo'lsak, hozirgi kunda ushbu summamiz ko'paydi, 300 millionga oshirdik. Bunda biz 100 milliongacha 7 yilga asosiy ta'mindan 2 yil imtiyozli davr bilan tadbirkorlikni rivojlantirishga yosh tadbirkorlarga 31 yoshdan o'tmagan 18 yoshga to'lgan tadbirkorlarga mablag' ajratib beramiz. Buni bir qator yo'nalishlar bor. Ushbu yo'nalish doirasida bu mablag'larimizni maqsadli ishlatilishi doim joriy nazoratga olinadi, monitoring xodimlar tomonidan o'rganiladi. Agar bu mablag'lar ishlatishida qoidalar buzilgan bo'lsa, o'z-o'zida foizlarda o'zgarishlar bo'ladi. Ushbu kredit produkti bo'yicha qiziqish bildirganlar va bo'lmasa produktdan olaman, foydalanaman deganlar bevosita o'zlarining eng yaqin Aloqa bankni markazlariga murojaat qilsalaring, sizlarga qo'limizdan kelgan chorani beramiz.